Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi YouTube'dagi obzorimizni boshlaymiz. Xudo xolasa, kuzatishda davom qilinglar, podpiska, layklarni ayamanglar. Hammangizga e'tibor uchun rahmat. Tak. Mana shu turgan mashina Epica, Equinox, Malibu, Equinox, Tahoe mashinalar bizlarniki hammasi. Ana birinchi videomizni Epica'dan boshlaymiz. Tak, Epica mashinamiz 2011-yil ishlab chiqarilgan, 200 ming kilometr yurgan, halol probeg. Kraskasi bitta Krelo'da bor, ikkita eshikda petno bor. Qolgan joyi toza, ichiga o'tmagan, bemalol tekshirtiraverasiz. Salonlari mana matiy holatda turibdi, 200 ming yurgan bo'lsa ham juda yaxshi holatda. Mexanika ikkinchi pozitsiya mashinamiz, lyukli bo'ladi. Bu mashina ham juda ham legenda mashina bo'lgan, davrining legenda mashinasi. Diska balonlari yaxshi holatda, mana kunfu balonlar turibdi. Motor holatlari ham idealniy. Orqalarini ko'rsatib o'tamiz, obunachilar. Orqalari ham idealniy holatda mana. Hozir motor qismlarini ham ko'rsataman sizlarga, obunachilar. Motorlar ham zo'r, yaxshi holatda turibdi mashinamizni. Keling operator. Mana motor qismi, obunachilar. Endi puliga yarasha mashina bu ham. Mana antifrizlar almashgan, moylar almashgan, yangi akkumulyatorlar qo'yilgan, original. Xullas, idealniy holatda turibdi. Mana 200 ming yurgan mashina motoriga ko'ringlar. Juda yaxshi holatda saqlangan mashinamiz. Mashinamiz bir qo'l hisob ma'lumot. Nolligidan salonni olib bitta odam haydagan. Xullas, mashinamiz 2011-yil, ikkinchi pozitsiya, 200 ming kilometr yurgan, kraskasi ikkita eshikda petno, bitta Krelo'da bor, ichiga o'tmagan. Tak, bu mashinamiz narxini 9 ming dollar so'rayapmiz. Bizdan obunachilarga 8,5 ming dollar qilib beramiz. Notarius ham tekin qilib beraman. Keyingisi Equinox. Mashinam 472 millionlik. Eng full pozitsiyada 23-24. Mashina Toshkent shaharning mashinasi. Tak, eng full pozitsiyada 472 million Abduf Falasupraning 4 ta vidishchilik bo'ladi. Tak, Navortiga kelsak bu mashina obunachilar, Navortidan Morda Pony Bron bo'lgan 700 dollarga. Oldiga kamerasi bo'lmaydi, oldiga kamera qo'yilgan, sensorli. Keyin paroklarni ham originali qo'yilgan, tuftasi qo'yilmagan. Uni ham tuftasini ham ko'rsatib o'tamiz, shu yerda bo'lsa. Bu yaxshisi qo'yilgan, chexollar ham original. 150-200 dollar chexollar qo'yilgan, yaxshi 100 dollarga polik qo'yilgan. Xullas, mashina hidi ketmagan hali. Laminatsiyalar ponni full qilib qilingan. Idealniy mashinamiz, obunachilar. Tonirovchi rozchenalari bor, qurg'oy. Orqa qismlari ham idealniy holatda turibdi. 4 ta baloni ham yangi. Mashinamiz kraskasi xudo xolasi top-toza. Probegini ham kraskasidan tekshirib olganmiz. Bemalol siz ham tekshirib olasizlar obunachilar. Mashinamiz idealniy holatda. Tak, bu mashinamiz narxiga kelsak. Bu mashinamiz narxi 34 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib chiroyli narxga beramiz. Barcha xizmatimiz bor, nasiya savdomiz ham bor. Bu mashinamiz idealniy holatda 23-15 ming kilometr yurgan. Eslab qolinglar. Keyingisi Premier. Mashinamiz legenda Premier Malibu, O'zbekistonning eng chempion mashinalaridan biri. Bu ham idealniy holatda 25 ming kilometr yurgan. Kraskalari top-toza. Bir qo'l mashinamiz obunachilar. Hozir salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Hozir operatorimiz mana ko'rsatib o'tadilar. Xudo xolasa, buni bitta yaqinroq keling, ochiladi. Uxlab qolibdi bu. Mana ochildi. Mashinamiz mana salonlari mat yuvib turibdi. Qimmat poliklar qo'yilgan, yaxshi. Keramika bo'lgan mashinamiz. Qurg'oy tonirovkasi 3 oy bor. Idealniy holatda, ashibkalar ham qirilgan, sirilgan joyi yo'q, ko'jalari ham urinib qolmagan. Orqalari ham mana matviy bo'lib turibdi, obunachilar. Ideal mashinamiz juda ham. Probeg kraskasini bemalol tekshirtirib olsa, halol 100% tekshirtirib olingan. Probeg ham kraskasi ham javob mashinani. Barcha xizmatimiz ham bor, nasiya savdo ham chiqadi mashinamiz. Bu mashinamiz narxi 30.500 dollarmiz. Bizdan obunachilarimizga 30 ming dollarga beraveramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol orqaga chiqaverasizlar. Keyingisi Equinox yana. Mashinamiz 472 millionlik, eng full pozitsiyada. Mazda desak ham bo'ladi, hali hidi ketmagan. 7800 kilometr yurgan atiga. Idealniy holatda mashina obunachilar. 4 ta vidishchilik, Abduf, Palasopralini, hamma navorati bor. Bu mashinamizga obunachilar 1200 dollarga propan balon o'rnatilgan. Italyanskiy avtosalonni o'zida garantiyali qilib qo'yilgan. Mana zapaskasiga qo'yilgan. Hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana zapaskasi bu yoqqa olib qo'yilgan shuning uchun. Mana bagaj qismida, mana bu tagida propan balonimiz turibdi obunachilar. Ana tabletka deb aytiladi. Shu tabletkasi eng yaxshisi qo'yilgan italyanskisi. Mana hozir motorni ochib turib ham uni joylarini ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa qismlari ham matiy bo'lib turibdi. Mashalloh, mashina hidi hali ketmagan. O'zi kelsangizlar endi tasvirlab berib bo'lmaydi. Kelib ko'rib, o'zingiz ovrasizlar. Mana salon qismlari ham idealniy. Qirilgan, sirilgan joylari yo'q obunachilar. Mashinamiz 23-24, 7800 yurgan, kraskasi top-toza.
1200 dollarga propan qo'yilgan. Buni narxini 36 ming dollar deyapmiz. Yana kelishtirib beramiz. 35,5 ming qilib beraman obunachilarimizga. Chexol poliga 300 dollarlik mendan podarka sizlarga. Sovg'a qilaman. Mana propanlar ham akkuratni qilib, mana simlari yig'ilib, kompyuter miyalari bu yoqda mana чисто italyanskiy qo'yilgan. Zavod qilib birga bir mana o'zi anaqalari ham ko'rinib turibdi. Operator ko'rsatib o'rsangiz mana joylarini 100% original qo'yilgan. Buni tekshirib olganmiz, garantiyasi ham bor. Bemalol ko'rib olaverasizlar. Bu mashinamiz narxini 35,5 ming dollar qilib beramiz. Keyingisi Tahoe. Tahoe mashinamiz 23-24 oktyabr olingan salondan. Eng full pozitsiyada 7 kishilik kapitanskiy, pnevma podveska, xullas hamma navorati bor. Idealniy holatda. Mana bagaj qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Bagaj qismlarini ham ko'ringlar. Hamma narsasi turibdi joy-joyida, kupovkada hali. Mana polilar ham qo'yilmagan. Mana temir narsalari, narushniklari, xullas salafanigacha zavod obunachilar. Yo'q. Salafanigacha zavod, idealniy holatda mashina obunachilar, mashinamiz. Probegi atigi 3,5 ming kilometr yurgan. Kraskalar top-toza. Mana salon qismlari ham orqalarini ham ko'ringlar. Kapitanskiy bo'ladi, 7 kishilik bo'ladi. Oilaviy, semenniy zo'r mashina. Obunachilar, orqada monitorlari ham bor. Lyuklar ham katta bo'ladi. Mana oldi qismlari ham mashina mashalloh hidlari kelib turibdi. Idealniy holatda obunachilar. Motorlarni ham ko'rsatib o'taman sizlarga hozir. Xolodilnikli eng full pozitsiyasi obunachilar. 23-24, 24 hisob ma'lumot, 23 texpasport, probegi 3,5 ming kilometr yurgan. Mana motor qismlari changida turibdi. Motorga suv tegmagan obunachilar. Bemalol probeg kraska tekshirib o'rasizlar. Idealniy holatda mashinamiz. Tak, obunachilar, xullas mana shunaqa mashinalarimiz bor, tayyor nalichida. Buni narxini 92 ming dollar qo'yganmiz. Bizdan obunachilarga 90 ming dollar qilib beraman. Kimga kerak bo'lsa, bemalol Sanjar Avtoga murojaat qilaverasizlar. Bemalol narxlari bo'yicha gaplashamiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.